O'zbekiston. Assalomu alaykum Meksika, assalomu alaykum Kanada, assalomu alaykum Amerika, mana o'zbek publika. Mana o'zbek publika. Bu kartalarni qayerdan olganimni bilishni xohlaysizlarmi? Hozir Olma, Havas yoki Korzinkada sniker sotib olsangiz, kassada O'zbekiston terma jamoasining yulduzlari va afsonalari tushirilgan futbol kartochkalari beriladi. Xarid summasi 24 ming so'mdan boshlab bo'lishi kerak. Ular orasida futbolchilarning imzosi tushirilgan noyob kartochkalar ham bor. Agar bir xil kartochkalar chiqib qolsa, ularni Telegram bot orqali almashtirishingiz mumkin. Va to'liq kolleksiyani yig'gan dastlabki 50 kishi kafolatlangan albomga ega bo'ladi.